Keling uka, zo'r narsa. Qarang. Voy o'lmasam. O'zbekistondan telefon bo'pti. Qizim telefon qilgan 7 marta nahot ko'tarmadim. Ertalabdan tinchlikmikan? Onam kecha davlenam balandlayotgandi. Ishqilib tinch bo'lsin-da. Ey xudoyim, ertalabdan 7 marta nima uchun telefon qilishadi? Shunaqa holat bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Bobirjon bilasizmi? Bunaqa holat bo'lmasligi uchun bitta mana monster bor-ku, mana musofirda yuribsiz, uyingizni kuzatib turishingiz kerak. Farzandingiz, ota-onangiz, yaqinlaringiz, qarindosh urug'lar, uyda nima bo'lyapti, hamma yoqda ko'rib turish uchun bitta mana undan o'rnatib qo'ysa, shunaqa vaziyatga tushib qolmaysizlar mana. Instagramdan ko'rib qoldim bu videoni. Opamiz zo'r rol o'ynab qo'yibdilar. Xullas mana bu nima qilib beradi sizlarga? Bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z, to'rtta ko'z. Mana ularni o'ngga chapga burib qo'yaverasizlar akalar. Musofirda bo'lsalaring ham bemalol xullas uyni ko'rib turasizlar 24/7 onlayn rejimda. Bitta sim karta tushadi. Ichidan akalar bu quyosh paneli chiqadi. Bitta emas, ikkita. Quyosh panelida ishlatmayman, to'kda ishlataman deydiganlarga tayyorsiz zaryadchi tushadi akalar. To'kda ham ishlatsalar bo'ladi. Mana o'zi odam o'tganda harakatlanib turadi. Bitta kannayi bor. Musofirdan turgan gaplashaverasizlar farzandlaring bilan, ota-onalaring bilan xullas. Narxi 1.200.000 so'm chiqadi. Dastavkasi bepul. Chet elda bo'lsalaring ham, Rossiyada bo'lasizlar, qayerda bo'lasizlar, qat'iy nazar telefonlaringga ulab beraman. Ishlatib ko'rasizlar, kachstvasi yo'qsa, zaklatni tashlab berasizlar, pochtadan chiqarib yuboramiz akalar. 1.200.000 so'mga 32 talik chipi bonus akalar. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Endi buni qaranglar, hozir xuddi shundan Navoiy viloyati Karmana tumaniga beryapmiz. Akamizga baraka qildik, o'sha monster kameradan baraka qilib yubordik akalar. Telegramdan aloqaga chiqaveramiz.